Bismillahirrohmanirrohim. Savol. Hayitdan oldingi 10 kunni ro'zasi tutish yaxshi savob amal ekan. Shu to'g'rimi? Shu to'g'risida hadis bormi debdilar. Hayitdan oldingi bu 10 kunni Zulhijja oyining 10 kuni deyiladi. Zulhijja oyining 10 kuni deyiladi. Mana bu kunlarda solih amal qilishlik fazilatligi to'g'risida umumiy sahih hadislar kelgan. Imom Buxoriyda hadis kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhihi." Biror kunda amal qilish mana shu kunlarchalik yaxshi emas deganlar. Ya'ni demak, eng amal qilish kuchli, foydali bo'lgan kunlar ana shu 10 kun. Shuni sahobalar so'ragan, "Valal jihad?" Hatto jihad ham boshqa vaqtda qilingan jihodlar ham shu 10 kundagi ishlardan afzal emasmi deganda, "Valal jihad" deganlar. Hatto jihad ham ya'ni afzal emas, mana shu 10 kunda qilingan amallardan. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay'in. Illa kim afzal bo'lishi mumkin deganlar. Ya'ni mana shu 10 kunda amal qilganlarning ichidagi afzali kim bo'lishi mumkin? Bir inson nafsi va moli bilan jihodga chiqib, o'sha jihoddan qaytmasa, o'lib ketsa shu zahot chiqib, nafsini ham, molini ham hamma narsasini olib chiqqanda shahid bo'lib ketgan. Ana shu insongina afzal bo'ladi boshqa insonlardan deganlar. Bo'lmasam o'sha kunlarda kim ko'p amal qilsa, o'sha inson eng afzal inson bo'ladi. Kim ko'p amal qilsa, o'sha inson eng afzal bo'ladi. Bu kunlar ana shu Qurbon hayitidan oldingi, Aydul Adhadan oldingi 10 kun. Zulhijja oyini 10 kuni deyiladi. Zulhijja oyi boshlangandan keyin mana shu Zulhijja oyini 10 kuni. Xo'p, demak endi mana bu oyda umumiy yaxshiliklar fazilatliligi haqida hadis mana sahih Buxoriyda kelgan hadis bu. Balki har qanday o'zi haram oylarda, mana bu Zulhijja oyi, Muharram oyi, bu oylar haram oylar deyiladi. Mana bu haram oylarda umumiy suratda yaxshilikni ko'proq qilishlik va yaxshilik ko'proq qilib ajr berilishligi ham sahih hadislarda kelgan. Endi roza masalasiga kelsak, bu kunlarda roza tutishlik qanday bo'ladi deganda, Arafa kuni roza tutishlik to'g'risida xos hadis kelgan. Arafa kuni roza tutishlik haqida. Ya'ni Arafa kuni qachon? Mana shu Zulhijja oyining 10 kunini 9-si. Ya'ni hayitdan oldingi bir kun. Qurbonlik hayitidan oldingi kun, 9-kun. Mana buni Arafa kuni deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Somu yawm Arafa yukaffiru sanatayni madiyatan va mustaqbilatan." Arafa kunining ro'zasini tutish 2 yillik gunohlarga kafforat deganlar. O'tgan yilgi gunohlar va kelasi yilgi gunohlarga ham kafforat. O'tgan va kelasi emas, noto'g'ri tushunib oladi ba'zilar shuni. O'tgan yilgi 1 yillik va kelasi yilgi 1 yillik gunohlarga kafforat deganlar. Ya'ni Arafa kunining ro'zasini tutishlik. Bu hojilardan boshqalarga, hojilar hajdaligida Arafa kunining ro'zasini tutmaydi. Hojilardan boshqalar, hajda bo'lmaganlar, ana ular Arafa kunida mana shu ro'zani tutadi. Demak, mana Arafa kunida ro'za tutishlik yaxshi sunnat ekanligi mana shu hadis dalolat qiladi. Bu hadis sahih hadis. Buni Imom Muslim va boshqa bir qancha rivoyatlarda kelgan. Hojilardan boshqalar Arafa kuni ro'zasini tutadi. Sunnat bu. Xo'p, endi 10-kun ro'zasini esa bil ittifoq tutilmaydi, chunki u hayit kuni bo'ladi. Zulhijja oyining 10-kuni. Zulhijja oyining 10-kuni u hayit kuni bo'ladi. Uni ro'zasini hech kim tutmaydi. Ro'za tutilmaydi hayit kunida. Demak, hozir gap qolgan 8 kun haqida qolyapti mana. 10-kunnikini tutilmaydi ekan. 9-kunida xos hadis keldi. 9-kuni tutishlik haqida, ya'ni Arafa kunini. Qolgan 8 kunchi, 9-kundan oldingi kunlar. Ana unda tutiladimi, yo'qmi? Mana bunda 2 xil rivoyat kelgan. Oysha onamizdan kelgan rivoyat bor. Oysha onamizdan rivoyat kelgan. Bu Sahih Muslimda kelgan rivoyat. Sahih hadis, ya'ni "Ma ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'iman fil ashriqat." Oysha onamiz aytganlarki, hech qachon Rasulullohni mana shu 10 kunlikda roza tutganini ko'rmaganman degan. Hech qachon. Demak, Oysha onamiz inkor qilyapti. Rasululloh tutmagan bu 10 kunlikda. Roza tutmagan deyapti. Sahih Muslimda kelgan hadis. Oysha onamiz inkor qildi. Hafsa onamizdan esa hadis kelgan. Hafsa onamizdan kelgan hadisda Hafsa onamiz uni isbot qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu kunlarda ro'zasini sira tark qilmasdi deganlar. Mana shu kunlarda, ya'ni 10 kunni ro'zasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
hech qachon tark qilmasdilar. Hadis to'lig'iga aytsak, shunaqa kelganki, Hafsa onamiz aytganlar, "Arba'un lam yakun yada'uhunna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam." 4 ishni Rasululloh hech qachon tark qilmasdilar degan. Ashura kunining ro'zasi va 10 kunlik ro'za, mana shu hozir biz aytayotgan ro'za. Va har oydan 3 kun ro'za tutish va bomdoddan oldingi 2 rakat deganlar. Ana bu Imom Ahmad Imom Nasai'da kelgan rivoyat, lekin zaif rivoyat. Mana bu zaif rivoyat. Demak, shuning uchun ham ulamolar aytishganki, Oysha onamiz inkor qildi. Bu Rasululloh 10 kun ro'za tutganligini, Hafsa onamiz isbot qildi. Lekin Hafsa onamiz isbot qilgan rivoyati zaif rivoyat. Shuning uchun 10 kunlikda hammasida ro'za tutishlik to'g'risida sahih hadis kelmagan. Hadislar bor, lekin zaif. Hadislar bor, lekin zaif. Shunga qaramasdan ulamolar baribir buni tutishlik yaxshi deyishgan 10 kunda ro'zani. Nima uchun deganda, yuqoridagi hadis sahih. Chunki Rasululloh aytdilar, biror kunlarda amal qilish afzal emas, ana bu kunlarchalik deganlar. Ro'za amal, shubha yo'q ro'za amalligida. Demak, ro'za ham amal bo'lgandan keyin ro'zani ham shu 10 kunda tutib qolishlik boshqa kunlarda tutgandan afzal bo'ladi. Mana shu hadisga asoslangan holda Rasulullohdan kelmagan bo'lsa ham, bunda Oysha onamiz inkor qilgan bo'lsalar ham, ulamolar aytishganki, bid'at bo'lmaydi, tutgan yaxshi. Mana shu kunni 10 kunlikda ro'zasini, albatta hayitdan boshqa 9 kunni, ya'ni ro'zasini tutgan yaxshi va xossatan Arafa kuni esa unda shubha yo'q, bu sunnat. Mana shu kunda ro'zani tutiladi. Allohu a'lam.